Kaktusim 5-qism. Muallif Gulinur. Shahruh, sen bilan erkakchasiga gaplashib olamizmi, o'g'lim? Shahruh piqillagancha ha ishorasini qildi. Shahlo, bizni holi qoldir. Men o'g'lim bilan yaxshilab gaplashib olmoqchiman. Xo'p bo'ladi, dadasi. Biror nima kerak bo'lsa chaqirarsiz, deb chiqib ketdi. Shahruh rostdan ham Shahlo sen haqiqiy onang emas. Xullas, o'g'lim. Onang ikkimiz bir-birimizni juda ham qattiq sevardik. Ishlarim endi rivojlanayotgan payti edi. Hozirgidek boy emasdik. Bir kuni uyga do'stimni mehmonga chaqirdim. Keyin tez-tez keladigan bo'ldi. Bir kuni ishdan kelsam, onang ikkisi mehmonxonada ekan. Kirib ko'rgan manzaramdan qotib qoldim. Do'stim va ayolim menga xiyonat qilishdi. Onang seni ham tashlab o'sha do'stim bilan ketdi. Bu ishlarimga ham 3 yil bo'ldi. Oradan 1 yil o'tib Shahloga uylandim. Keyin Shahruz tug'ildi. Senga vaqti soati yetganda qolgan narsalarni ham aytib beraman. Hozir ba'zi narsalarga yoshlik qilasan. Bilishing kerak bo'lgan eng muhimi, onang seni tashlab ketgan. Shu bilan kunlar, oylar, yillar o'ta boshladi. Sultonbek Saidov Shahruhning miyasiga qasos olishni qo'yib ulg'aytirdi. Orada unga onasi o'lganini ham aytib o'tdi. Sen qasos olishing kerak. Onasiz o'tgan bolaligingni qasosini olishing kerak. Onangni pullar bilan aldagan kimsaning oilasidan qasos olishing kerak. Yillar davomida Shahruhning miyasiga shularni qo'yib keldi. Shahruh ayollarga nisbatan nafrat hissi bilan ulg'aydi. To'yidan 1 yil oldin onasi kim bilan ketganini bildi. Bu inson xo'jalar oilasidan bo'lib, Musoxon Xo'jayev edi. U Nigoraning katta amakisi edi. Shuning uchun ham u Nigoradan nafratlanadi. O'gay onasining tinimsiz kaltaklashlari, sen hattoki o'z onangga ham keraging yo'q, tashlandiksan deya kamsitishlar. Otasining sening onang behayo, fohisha, pul uchun hatto sendan ham kechgan deya tinimsiz so'kishlar. Kamar bilan bo'lgan og'riqli zarbalar ta'sirida ulg'aydi. Va bularni hammasiga aybdor Xo'jayevlar deb hisoblardi. Assalomu alaykum, xo'jayin. Va alaykum assalom. Kel o'tir. Nima gap? Hammasi joyida. Hech qanday shubhali narsa yo'q. Yo'qmi? Yo'q, bazmlar, do'kon aylanishlar. Bo'ldi, shular xolos. Borishing mumkin. Rahmat. Demak, Elmiraga tuhmat qilding. Aslida o'zim ham hech bir ayolga ishonmayman. Oradan biroz vaqt o'tdi. To'yga ham 3 oy bo'ldi. Juftligimiz doim bazmlarga namunali er-xotin rolini o'ynab kelishardi. Maryam opani eri qamoqdan chiqdi. Ozgina ishlab keyin boraman. Quruq qo'l bilan borishni xohlamayman deb yana biroz qolishini aytdi. Maryam opa ishdan ketmadi. Bundan Nigora xursand bo'ldi. Har bazmdan so'ng Shahruh uyga har xil ma'shuqalarni olib kelardi. Sababi Nigoraning jahlini chiqarishni xohlardi. Bazmda erkaklarni Nigoraga qarashlari Shahruhning jahlini chiqarardi. Nigora dizayner bo'lgani uchun juda ham did bilan kiyinardi. Oppoq yuzlar, tim qora qosh va sochlar to'q jigarrang. Ko'zlar, uzun kipriklar, xuddi atesh shishirilgandek chiroyli lablar. Qizda tabiiy go'zallik bor edi.
lekin bazmga borish uchun yengil pardoz uni chiroyga chiroy qo'shardi. Shohrux qizga nisbatan nimanidir tuyardi-yu, onasi haqidagi haqiqat tuyg'ularga qarshilik ko'rsatardi. Bazmga yasonib borma. Nega senga qarashyapti? Nega kulib gapirding, a? Va hokazo bularni bariga bir xil javob. Ishingiz bo'lmasin. Menga hech kim emassiz. Nigorani bu javobidan keyin kim bo'lishidan qat'iy nazar kechasi tunash uchun keladigan qiz kunlar shu tarzda o'tib borardi. Shohrux o'zi bilmasdi, u Nigorani rashk qilardi. Bir kuni ziyofatdan oldin Shohrux otasi bilan ko'rishdi. O'g'lim, men seni nima uchun Nigoraga uylantirganim esingdami? Uni sharmanda qilishing kerak. Mag'rur boshlarini egishing kerak. Meni tushunding deb umid qilaman. Ziyofat vaqti. Shohrux ziyofatga Elmira bilan kirib keldi. Hamma hayron. Biroz avval "Assalomu alaykum xonim." "Va alaykum assalom." "Xonim, xo'jayin aytdi, sizni ziyofatga tashlab qo'yar ekanman." "O'zlarichi qayerda?" "O'zlari sal keyin borishini aytdi." "Qayerda ekanini bilmayman." "Xo'p, yaxshi ketdik." Nigora ziyofatga kelib, hamma bilan salomlashdi. Shohruxni so'raganlarga sal turib kelishini aytdi. Hozirgi vaqt. Hamma hayron. Shohruxni oldiga muxbirlar yig'ilishdi. "Janob, nega Nigora xonim bilan kelmasdan boshqa ayol bilan keldingiz? Bu xonim kim? Izoh bera olasizmi?" Shu kabi savollarning barchasiga Shohrux "Bu shaxsiy masala" deb qo'ya qoldi. Hammaning nigohi shularga qaratildi. Pichir-pichirlar, pichinglar bilan ziyofat o'tib borardi. Shohrux juda ko'p ishdi. Ancha kayfi ko'tarildi. Nigoraning oldiga kelmadi ham. Hamma hayratda edi. Chunki Elmira bilan bir-birini ichiga kirgudek bo'lib turishardi. Shu payt Nigoraning oldiga bir erkak keldi. "Rashk qilmayapsizmi?" "Yo'q." "Sabab?" "Sizga hisob berishga majbur emasman. Eringiz boshqa ayol bilan kamiga bir-birini yuvorgudek turibdi. Menga nima? Lekin yetar, bekorchi narsalar bilan boshimni qotirmang." deya Nigora boshqa ayollar tomon ketdi. Shohrux ularga yaqin turgani uchun hamma gaplarini eshitdi. Nigoraning oxirgi gapi unga og'ir botdi. Alamini ichkilikdan oldi. Bilmaydiki, uni ham bugungi qilig'i Nigoraga qanchalik og'ir botganini. Va sal turib aytadigan gaplari Nigorani qanchalik sindirishini. Shohrux otasining gaplaridan keyin ziyofatga atay Elmira bilan keldi. Onasiz o'sishga sababchi bo'lgan oila vakilini g'ururini sindirishni xohladi. Ammo kelgandan so'ng Nigoraning ko'zida qandaydir dard ko'rdi. Savollar ostida qolgan, ularga qanday javob berishni bilmayotgan Nigorani ko'rib, ichidan nimadir uzilgandek bo'ldi. Doim g'ururi bilan o'ynashadi. Uyga kechasi har xil qizlarni olib kelib, ustidan kulgandek mag'rurlanib, yotog'iga olib kiradi. Tongda tunni ajoyib o'tganini aytib, ma'shuqalarini maqtaydi, ko'klarga ko'taradi. Ich-ichidan bu ishni qilganiga afsuslandi. Uni oldiga borishga jur'ati yetmadi. Alamini ichkilikdan oldi. Shohruxni anchayin mast bo'lib qolganidan foydalanishni ko'zlagan muxbirlar undan gap olishga urinishdi. Dadasining gaplari va Nigorani bekorchi narsalarga boshimni qotirmang degan gapini alamidan mast bo'lgani uchun
hammani hayratga soladigan gaplarni gapirib yubordi. Shahruxbey, balki endi aytarsiz, nega Nigora xonim bilan emas, boshqasi bilan kelganingizni. Mast bo'lib qolgan Shahrux Nigorani dilini og'ritadigan ancha gaplarni aytib yubordi. Balki mast bo'lmaganda bu gaplarni aytmasmidi? Ammo u aytdi. Nigorani qalbini, g'ururini sindirdi. Deyarli sharmanda qildi. Otasi aytgandek boshini egar darajada og'ir gaplarni aytdi. Yoningizdagi ayol kim? Shahruxbey, javob bera olasizmi? Albatta, bu meni suyukli ma'shuqam. Shahruxning gaplaridan ziyofatga kelgan hamma hayratda qoldi. Ular bilardi, Shahruxni ko'p ayollar bilan birga ko'rishgandi. Ammo muxbirlar oldida bunday gaplarni aytishini hech kim kutmagandi. Suyukli ma'shuqam? Nigora xonimchi? Muxbirlar o'zlarini qiziqtirgan savollarni bera boshlashdi. Men Nigorani xotinim sifatida ko'rmayman. Undan jirkanaman. U bilan hatto bir xonada ham yashamaymiz. Unga barmog'imni uchini ham tekkizmaganman, deya yana ko'p gaplarni gapirib tashladi. Hamma eshitgan gaplaridan hayron edi. Nigora esa ko'zlarida yig'ilgan yoshni qo'llari bilan sidirib tashladi. Qalbi yomon og'ridi. Ko'ngli sindi. Hammaning oldida sharmanda bo'ldi. Ammo o'zini yo'qotib qo'ymadi. Mayli, bizga ruxsat, deya Shahrux Elmira bilan yetaklashgancha chiqib ketdi. Ularni nigohlari bilan kuzatib qo'ygan ziyofatdagilar endi nigohlarini Nigoraga qaratishdi. Nigora xonim, Shahruxbeyning gaplari rostmi? Xonim, rashk qilmadingizmi? Sizga qanday ta'sir qildi boshqasi bilan kelganliklari? Muxbirlar Nigoraga shu kabi savollar yomg'irini yog'dirib tashlashdi. Nigora hammasiga bitta javob berdi. Ha, Shahruxbek to'g'ri aytdi. Biz ikkimiz ham otalarimizni shartnomalarini qurbonimiz. Rostdan ham nikohimiz soxta. Yaqinda ajrashamiz. Ularni qizg'onishimga kelsak, inson yaqinlarini qizg'onadi. Shahruxbeyni qizg'onishimga asos yo'q. Sababi biz bir-birimizga hech kim emasmiz. Nigora shu gaplarni aytdi-da, ustki kiyimini kiyib, ziyofatdan chiqib ketdi. Ziyofatdagilar esa biroz jim turishdi-da, o'zlari bilgancha muhokamaga kirishib ketishdi. Ko'cha sovuq, yengilgina oqshom libosi, unchalik qalin bo'lmagan ustki kiyim. Lekin bularni sovuqligi, qalb og'rig'i, ezilgan g'ururi sabab bilinmasdi. Piyoda ketarkan, qayoqqa ketayotganini bilmasdi. Eshitgan gaplari haqiqatli gaplar bo'lsa-da, alam qilsa-da yig'lolmasdi. Faqat kulardi. Lekin bu kulgular ortida qattiq alam, izzalanish, haqoratlanishdan qolgan og'riq bor edi. Yurib bir bekatga keldi. Bir nuqtaga tikilgancha ancha uzoq o'tirdi. Oradan ancha vaqt o'tgach, bekat yoniga qimmatbaho mashina kelib to'xtadi. Qiz mashinaga qararkan, ichidan tushgan tanish chehrani ko'rib, anchadan buyon chiqmayotgan ko'z yoshlarini ozodlikka chiqardi. O'rnidan turib, borib o'sha notanishni qattiq bag'riga bosib yig'ladi. Erta tong. Shahrux tilni to'xtovsiz jiringlashidan ba'zur ko'zlarini ochdi. Qarasa otasi edi. Uyqusiragani uchun xohlamaygina javob berdi. Alo, assalomu alaykum dedi. Va alaykum assalom o'g'lim. Barakalla, ishonchimni oqlading. Tushunmadim dedi. Uzr, kecha ko'p ichib yuboribman. Eslolmayapman to'g'risi. Sen uddalading. Xo'jayevlarning qizini boshini ega olding. Obro'sini, g'ururini bir pul
qilding. Sendan faxrlanaman o'g'lim. Sen bilan yana gaplashamiz. Til o'chdi. Shohrux shu holatga tushib qoldi. Men Nigoraga nima qildim? Uni qanday boshini egdim, deya o'ylanardi. O'ylana pastga tushdi.